Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 24-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Ko'ptamning yeriga azroq bir dog'ib qoldi. Suv ichsam su temib ketib, sal dog'ib qoldi. Sizlardan bu nuqtada sizlardan uzr tilayman. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men bugun Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 24-qismini tuandikidek o'rlashtirdim. Oldi bilan men shu tashviqotning kuchi haqida. Xitoy dushmanimiz Xitoy tashviqotga qanday qaraydi? Mavzuning davrida qanday qaraydi? Hozir qanday qaraydi va bundan keyin qanday qaraydi? Bu tashviqot masalasida Uyg'urlar qanchalik o'rinda? Tashviqot ideologiyaning intayin muhimligi haqida pek chonqur kirib ketmasammi, ba'zi ahvollarni sizlarga o'tirib qo'yib o'taman. Ham Uyg'urlarning tashviqot, nashriyotchilik shu jihatlarda tarixdagi ajdodlarning ruhlarini davomlashtirishlarini umid qilib, ba'zi o'zimning o'ylaganlarimni o'tirib qo'yaman. Ikkinchi nuqtada shu Yevropa Birligininki Xitoy bilan ko'rishish uchun savdo tijorat va shu Ukraina masalasida ko'rishish uchun Beijingga borganligi va qattiq so'roq muomalaga uchraganligi, Shi Jinpingning takabburona mansitmagan holda muomala qilganligi qatorliq masalalar haqida to'xtalaman. Uchinchisi, Amerikaninki Yevropa Birligi bilan Yevropa Birligi komissiyasining boshlig'i bilan Donald Trampning ko'rishganligi va bularning o'rtaq bir xushallanarli natijalarga erishganligi haqida to'xtalaman. Endi undaqda men programmamning ichiga kirib ketaman. Xitoy tashviqotga intayin ahamiyat beradigan bo'lib, buni Mavzuning tanlanma asarlarini o'qisanglar, Mavzuninki davridan boshlab, partiya qurilgan 21-yildan boshlab, Xitoy Kommunist partiyasi qurilgan 21-yildan boshlab, Xitoylar tashviqotga ahamiyat berib kelgan. Kuomintangni qo'g'lab shu ishki quruqlikdan Tayvanga qo'g'lab etishda kuch, qurolli kuch orqali emas, tashviqot bilan, ilmiy bilan shundoq qo'g'lab chiqargan. Chiang Kai-shekninki shu Xitoy bilan Rossiya o'rtasida o'tgan 70 yillik umr hikoyam degan bir kitobi. Shu kitobda Xitoyninki shu tashviqot jihatda aldamchilik bilan Xitoy xalqininki qalbini ufitib ketganligi haqida to'xtalib, ichinib turib shundoq deydi. Xitoy kommunistlarininki shu Kuomintangning formasini kiyib, kecha-kechalarda shu o'rmonliqlarga berib, o'rmonlarga o't qo'yib, kishilarning mol-mulklariga, etizliklariga, bug'doyliklariga, qo'noqliklariga o't qo'yib yetib, undan keyin Kuomintangning formasini kiyganlar Qashqanda, Kuomintangning formasini kiyganlar, mana Kuomintang sizlarning o't qo'yib, o'rmonlarimizga o't qo'yyapti, qo'noqliklarimizga, bug'doyliklarimizga o't qo'yyapti degan shundoq bir shiorlarni to'lash orqali xalqni qalayimqonlashtirib, qaymoqtirib, shundoq qo'y qo'yib, qo'yib etib, hammalarni qalayimqon qo'yib, kimning haq, kim dushman, kim to'g'ri, kimning xato, hech kim bilmaydigan qilib kishilarning qallalarini qaymoqtirib, shundoq qilitish orqali shu g'alaba qilganligi haqida o'zim ichinib Chiang Kai-shek shundoq yozdim. Xitoy raisi Mavzuning o'zininki shu Mavzuning tanlanma asarlari degan qancha qismli kitob bor, shuning birisida shundoq deydi. Umuman bir hokimiyatni og'dirib tashlash uchun hamon oldi bilan jamoat fikri tayyorlashga, hamon oldi bilan ideologiya jihatdagi xizmatlarni ishlashga to'g'ri keldi. Bu yerdagi bir hokimiyatni og'dirib etish, bir kuchni, masalan, Uyg'urlarni og'dirib etishgimi, Uyg'urlarni padashalarga keltirib qo'yishgimi, har narsaga ishlaydi bu yerda.
İnqilobiy sinflar shunday qildi, aksiy inqilobiy sinflar shunday qildi. Mavzu mana bu yerda ideologiya jihatda, tashviqot jihatda qalayimqon qilib orqali o'tishning naqadar muhimligini miyada ta'kidlaydi. Yana bir qaytam sizlarga bir o'qib o'tay. Umuman bir hokimiyatni ag'dirib tashlash uchun hamon oldi bilan jamoat fikr tayyorlashga, hamon oldi bilan ideologiya jihatdagi xizmatlarni ishlashga to'g'ri keldi. İnqilobiy sinflar shunday qildi, aksiy inqilobiy sinflar shunday qildi. Mavzuning tashviqot jihatda bak ahamiyat bergan hozirgacha tashviqotga Xitoy nurg'un pul qajlaylik. 2016-yili ilib berilgan Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q chiqarish uchun nurg'un mablag' ajratyapti. Bundaq tashviqotlar qalayimqon qilib Masalan, ishdan bo'lmagandek bir yerda shunchalik tünügün akşam bir yer nurg'un qirg'inchilik bo'lgansa, uni jüp tozalab atis deganda hech nima bo'lmagandek ko'z tushmasan, Tiananmen voqealarida, Baran inqiloblarida, G'o'lji qirg'inchiliklarda, Urumchi qirg'inchiliklarda bu jiq ifodalandi. Bu qitimmomish Uyg'urlar orasida shunday tashviqot jihatda kishilarni qalayimqon qiladigan o'tgan qism programmalarimda deb o'tdim men. Insonlikda inson degan nima degani? Inson shu aql bilan vijdonning birlashmasi. Bu ikki narsaning birini to'liqlaydi, birisi kam bo'lsa, u chaqda insonlikda masala kelib chiqqan bo'ladi. Shunday tashviqotlar orqali Xitoy qalayimqon qilish orqali o'zininki maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. Undan boshqa Harvard universitetininki olimi Josephson Xitoyninki shu yumshoq singib kirishi haqida, Xitoyninki dunyo qanday yumshoq holatda singib kirayotganligi haqida nurg'un tadqiqotlarni olib borgan bir olim. U o'zininki yozmalarida shunday deydi. Xitoyning yumshoq singib kirishga 10 milliard Amerika dollar sarf qilayotganligini aniq o'tirib qo'ygan. Hozirgacha Xitoyninki 10 milliard dollarlab yumshoq singib kirish tashviqot g'arbninki ko'ngilni tutish uchun mablag' sarf qilayotganligini o'tirib qo'ydi. George Washington Universitetidagi David Shambuch o'zininki China Global Goals Xitoyninki yer shari xarakterli musobaqalashi nomli kitobida Xitoyning dunyoning ko'nglini o'tish uchun yumshoq singib kirishga, ya'ni yumshoq kuchga milliardlarcha dollar mablag' sarflayotganligini o'tirib qo'ydi. Bu yumshoq singib kirish Tibet, Xitoy, Uyg'urlar, Xitoy demokratlari va shunga o'xshash Xitoyga qarshi chet ellardagi kuchlarni o'z ichiga oldi. Albatta, Xitoy mablag' sarflayotgan bu yumshoq singib kirish Uyg'ur, Tibet qatorli Xitoy qarshi o'tish kuchlarining markaziy jamoat fikri yo'linishini qalayimqonlashtirish. Suslashtirish, shuarlashtirish va chechish. Aşındaq bir-birisi bilan yo'qlan fikrlarni chechish, to'g'ri tushunish la orqali iştlar qop oxirida bir so'ngak bilan jim qolgan, ammo kuchliklar ketaveradigan vaziyatni shakllantirishdan boshqa narsa emas. Uyg'urlarninki markaziy shu jamoat fikri yo'linishi nima navbatda? Bu men bir javob berish mening beshimdan yo'g'an bir savol. Men bunga javob berib o'zimdan chiqib bo'lmaydigan bir savol. Uyg'urlarning shu markaziy jamoat fikri yo'linishi nima bo'lishi kerak navbatda? Chet ellardagi Uyg'urlarning markaziy jamoat fikri yo'linishi nima bo'lishi kerak degan savolga har bir Uyg'ur o'ylanib jiddiy shu masalalarga yo'l tepish kerak deb o'ylayman. Shu markaziy jamoat fikri yo'linishi degan vaqtida bu mening ko'z qarashim bu. Mening bir ko'z qarashim.
Merkezi cemaat fikri degan vaqtimizda men shu bir ko'lni misol olgim kelyotidi. Ko'l bilan toshni. Toshlar, har xil toshlar bor. Hamda o'zinglar bilasizlar. Ammo bir toshni bir iqin suvga, bir iqib ketayotgan, normal iqib ketayotgan bir eriqqa, normal iqib ketayotgan bir o'stanga, normal iqib ketayotgan bir daryoga bir tal toshni tashlasangiz, bir kichikgina toshni olsinmi, yo yo'g'on toshni bo'lsinmi, yo o'tiral toshni bo'lsinmi tashlasangiz, u eriqning, daryoning, u o'stangning o taş bilan xiyolga kirib chiqmaydi, qarabmi qo'ymaydi. O o'zining erkin iqishiga qarab ketaverdi. Chunki ular erkin iqiyotgan, boshini uchi boradigan markaziy nishoni bo'lgan eriqlar, o'stanglar va daryolardan iborat. Bizningki navbatdagi ahvolimizni bir ko'lga o'xshatishga to'g'ri keldi. Agar ko'lga bir tal tosh tashlangan ahvolda u tosh şu ko'lda nurg'un bo'lgan chambaraklarni asal qildi. Ko'lning ichidan qo'chib qo'zg'ab ko'ldan nurg'unlagan ushaq chambaraklar yo'g'inab ko'lni butunlay chambaraklar bilan to'shtirdi. Hozir Uyg'ur jamiyati mana shundoq umumiy jamoat fikri yo'linishi bo'yicha vaqtida Uyg'urlar Xitoyninki ig'ir bostirishlarga duch kelib, ba'zi tip-tinish o'ylanish ichida turayotgan tip-tinish bir ko'lga o'xshaydi. Bu ko'lga bizning qanday toshni etishimiz nihoyat muhim. Nihoyat muhim. Jangovar xalqni urg'utadigan, qo'zg'aydigan, Xitoy qarshi jasoratini oshiradigan, o'ylantiradigan vijdon va g'urur, aql, insonlikni barpo qiladigan, insonni barpo qiladigan aql, vijdon, g'urur haqidagi so'zlar yozilgan shu toshni atsak, o ko'l shu biz atgan toshga qarta qo'yildi. Agar biz undaq qilmay Xitoyning yumshoqqa singib kirish yoki Xitoyninki Uyg'ur umum jamoat fikrini qalayimqonlashtirishiga oid ba'zi uchurlarni, ba'zi narsalarni, ba'zi to'g'ri tushunishlarni, ba'zi Xitoyga bosib to'g'ri bo'ldi deydigan va yana nurg'unlagan hozir yangi to'g'ri tushunishlar o'tirib chiqyapti. Ahlimiz hayron qoldik. Mushu to'g'ri tushunishlar yoltilgan, sirkalgan mushtaq toshlar. Bu bizning jamoat fikri yo'nalishimiz aks ettirgan kunimiz tashlangan vaqtida bu bizning jamoat fikri yo'nalishimizni qalayimqon qilib ichidan qo'chib orallam hozir o'zininki ahvoli bilan aran turayotgan Uyg'urlarning mushu aql va vijdoniy tafakkur, Xitoy qarshi maydoni, Xitoy qarshi qirg'inchilikninki tarjima holi haqida gap qilish masalalarida nurg'un salbiy qo'chishib bordi. Salbiy qo'chishib bordi. Endi Uyg'urlarning qo'lida hozir men o'tgan programmalarimda bekçik ta'kidlab o'tib ketdim, qarindoshlar. Hozir Uyg'urlar bizning qo'limizda faqat ikkilam narsamiz qoldi, hurmatli qarindoshlar. Birsi namoyish, birsi yezish, to'xtamay yezish, ishimiz kelganlarni yezish, nashr qilish, kitob qilib to'plash, inglizcha nashr qilib taqitish, har bir kishining o'z kashmishlari, qirg'inchilik duch kelgan vaqtida Xitoyning vatanini taqab qo'yishi, bu ularning hammasi men bu yerga gapirib kelsam jiq narsalar kirib ketdiga o'xshayman. Istanbulda 20 liksiya 2023-yilgi mushu yezish haqida shu liksiyada Istanbulda ko'pchilik degan adabiyotning ta'biri qaytadan yozilishi kerak. Uyg'urlar tarafidan qayta yozilishi kerak. Adabiyotning ta'biri insonlarning o'z o'ylagan ishki hissiyotlarining qalam bilan ifodalanishi deyilib kelgan hozircha. Adabiyot Uyg'urlar tarafidan bundan keyin o'zining o'ylaganlarini yozolmaslik turmalardagi aşı cəzalarındakı hər bir Uyğur, hər bir qimmatli Nobel mükafatına erişkin ədəbiyyatının sahibləri. Mən bu yerə ədəbiyyat tərəfə yönəlişim özgürüb getdi həmdə. Bunu sözləb kəsəm, çətinəb getdim temadan. Onun ayrım bir tema qılışım mümkün. Yaqımısı İstanbul 20 liksiya
2023 yılı. Sözlegen şu Uyghur edebiyatının keləcək temisi 40 yıllık edebiyatı degan leksiyarim var YouTube'dan ko'p baksanlar bo'ldi. Aşınanda mən yazıqçılıqның nəhayət mühim ekanligini, dünyanın ikki narsani fatih qildiganligini, birinchisi qalamning, ikkinchisi qurolning. Qurol yo'q bo'lgan vaqtda qalam bilan fatih qildiganligi haqida to'xtalib Navoiyni misol olgandim. Shuningga qarindoshlar shu endi asos temamga kelsam, ikki narsamiz qoldi, birisi namoyish, birisi yezish. Shuning uchun men Torontodagi jamoatga deydiganim, burungi o'zimizningki 40-yillik boshlangan yillardagi 5-yil Urumchi 40-yilga bo'lgan yillardagi Urumchi o't ofat yuz bergan vaqtlardagi ilqi namoyish maydonlariga to'kilib ketgan holatimizga qaytib kelaylik. Endi Uyg'urlarning shu O'rta Osiyodagi Uyg'urlar, Arabistondagi Uyg'urlarning shunchalik namoyish chiqisi bo'lsa, bundaq bir imkoniyat ularda yo'q. Endi Turkiya taraflarda endi yerim bor, 50-60%. Naydi jiqliqqa bir xil cheklimlar bilan. Yevropa, Amerika, Kanada mushu davlatlar namoyishga kishilarning ko'p ovoziga ahamiyat bergan davlatlar bo'lganligi uchun namoyishlarimiz bizning taqdirimizni, siyosiy taqdirimizni belgilashda naydi muhim rol o'ynaydiganligini hozirgacha his qilib bilib keldik. Hem namoyish bizning o'yg'oq ekanligimizni, Xitoyga qarshi texchi yo'qolmaganligimizni, Xitoyning bizni qat'iy yo'qotmaydiganligi. Bu 21-asrda Xitoyningki Gitler jazo lagerlarining hargiz ishlamaydiganligi. Xitoyning mangu vatanimiz Sharq Turkistonda bexatar bir rayon barpo qilmaydiganligi, chunki Xitoy ishonmaydiganligi. İşenç çemberiga nayt qattiq bir buzish hosil qilganligini tushuntirib bergan bir narsa. Yana birisi yezish. Bular haqida men yana ayrim fursatlar bo'lib qolsa to'xtalib qolishim mumkin. Qo'limda hozir bir jurnal turibdi, sizlar ko'rib qo'y. Sharq haqiqati. Bu jurnal 1943-45-yillari şu Özbekistan'daki Uygur qarindoshlarimiz chiqargan jurnalning 3 yillik to'plami bu. 3 yillik to'plami. Bu jurnalni ko'rib men shunchalik bir hayajonlandim, bek ta'sirlandim. Dunyoning hamma yerlariga chetilgan Uyg'urlar o'z yashagan davrlarda ajoyib esil qalam kurashlarni qilib, shundaq esil obidlarni, oltin qimmatli obidlarni bizga qoldirib ketgan ekan. Bu jurnal asli original nusxasida. Buni ichib ko'sib qo'yasam, cho'g'ilib ketamdi. Qandaq buningki ichida xatlar, shunchalik esil qolgan bir necha rasmlar, ajoyib aqlingiz hayron qolgan. Bunda qilib azar his qilsizlar. Mashunda qilib nayt chiroyli xatlar, nayt aniq rasmlar siz hayron qolgandek darajada. Demak, bu nimani ko'rsatadi? Uyg'urlarningki, shu 1940-yillarda O'zbekistonda yashagan Uyg'urlarningki aqartishlarni, aqliy emgak, shundaq aqlni, vijdonni qo'zg'atadigan nurg'ulg'an xizmatlarni, emgaklarni qilib shu davrimizga tamg'a bostirib ketganligi, nayt aktiv, nayt jasurona, nayt qaysar. Shu davrda nayt ig'ir kunlar bo'lsa-mu, yana o'zining millati uchun qimmatli tamg'alarni besib qoldirishni o'ylashganligini va qilganligini bildirdi. Bundaq misollar bek nurg'un. Biz Uyg'urlar tarixdan buyon shu bir so'm pul topsak, uning 50-ni shu ma'rifga mablag' sepib kelgan millat. Buning haqida G'o'ljadagi ma'rif ruh haqida nurg'ulg'an misollar turibdi. Endi bu Sharq haqiqati jurnalini men shu Amazonda yuqori saviyadagi bir skan nima deymiz, uyg'urcha rasmlashtirish, presslashmi demdik. Shundoq skan qilinadigan mashina setib olib, shuni bilan skan qilib men aniq va ochiq chiroyli chiqdi, sifatli.
saqlab aldım. Sal qalayımqan uni bir rasmiy rətlab nima qilib qilgan vaqtimda bir link qilib qo'yib qo'yman. Shu YouTube kanalimning, Facebook kanalimning ostiga. Facebook 100 pitik kanalımninki Uyg'urchada kalimalarni Uyg'urcha kalimalarimiz tug'ayadi. 100 pitik kanalimga va YouTube kanalimga qo'yib qo'yman. Hozircha bek vaqt chiqib ketgan uni qilib bo'lamadim. Shuningga skan nusxasi menda bor. Hozir shuni men kerakdi, mendan bir material bo'lib saqlanib qolsin. Men ko'rib boqay, men bir foydalanay deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, qanday yo'llar orqali bo'lsin, WhatsApp gruppalar orqali bo'lamdi yoki 100 pitikninki xat yozishga yeri orqali bo'lamdi. Men bilan aloqalashsanglar, men sizlarga Google Drive deki nusxasini evet berman. Endi men birinchi qismini programmamniki birinchi qismini muvaffaqiyatli tugatib oldim. Endi shu ikkinchi qismiga o'tmoqchiman. Aziz qarindoshlar, mening programmamning ikkinchi bo'ligi shu yuqoridab o'tib ketganimdek Yevropa Birlik bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar haqida bo'ldi. O'zinglar bilgandek Xitoy dunyoni manstitmay kelgan, Amerikani shu, Yevropa Birligini shu. Bunda bo'lishidagi sabab dunyoning hamma yeriga yumshoq singib kirish. Ondan keyin qanday qarz pul to'zoqlari orqali azam bog'liqligi mollari orqali hammaga yamrab ketganligi sababidan ham adolatsiz savdo qilishni bir normal bir ahvolga aylantirib qo'yganligi uchun Xitoy hech kimni mansitmaydigan dunyoning men bir okan qarag'i bo'lgan bu mansitmaslikni biz Uyg'urlar Xitoyning mustamlikasida bo'lish jarayonida bizga albatta u Xitoyga bek yaqin turayotganligimiz uchun bizga jiq ta'sir, jiq ufrash ruhiy, iqtisodiy, jismoniy va hamma jihatlardan Uyg'urlarni nurg'un iztiroblar chekdik. Amerika prezidenti Donald Trump efendimninki bu qitimqi prezident bo'lib saylanish chiqishi bilan bu dunyoning tangponligida nurg'unlagan o'zgarishlarni ipiryotdi. Bo'libmi butun diqqatini Xitoyning adolatsiz to'g'rilmagan savdo, tamponsiz savdo, yo'lsiz savdo masalalariga qaratib Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo tijorat yo'chiqlarni yepish, tamponlashtirish, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo tijorat summasi 1 trillion Amerika dollari bo'lsin, lekin Xitoyning Amerikaga eksport qilgan narsalarning soni darajadan tashqari yuqori. Amerikaning Xitoyga sotadiganlari nayta az, shunday bo'lib qolgan bir cho'ng bir hang tijorat yangini shakllantirib qo'yib, yana Xitoy yana yo'g'onchilik qilib shunday qilayotgan masalalarni Donald Trump efendim o'tirg'i chiqqanidan keyin qattiq turib, buni tushuntirib mushkullar keldi. Nurg'unlagan boj 140% bojlarni qo'yish orqali birda oldiga mengib, birda keyinga chekinib degandek bu dunyoni dahshatli darajada zo'migarligi bilan ilgarilab ketayotgan bir nima deb qo'yamiz, oldi qarab asha yugurib ketayotgan shunday atab qochgan Haruni tur deb to'xtatib shunday qilgan bir odam har holda chiqdi. Buni qo'lga keltirishmi bek tez to'xtadi. Necha vaqtdan yog'isi shu Amerika birligimi, ya'ni Yevropa birligimi Xitoy bilan nurg'unlagan savdo yo'chiqlari bo'lsa-mu, Xitoy bekchiq manfaat olib ketayotgan Yevropa birligi hech qanday bir tuzak manfaat olmayotgan mishdaq bo'lsa-mu, lekin Xitoyga gap qilishga jur'at qilolmay, Xitoyning ashundaq yo'g'nab ketganligidan, zo'migar bo'lib ketganligidan, dunyoga hukmronlik
qilman deb go'kirab shundaq kelayotgan bir dinozavrdek shundaq holat kelib qolganligi uchun Yevropa Birligi Xitoyga o'ziniki maydonni aniq ifodalay mushtaq kelayotgan edi. Donald Trump efendim chiqqandan keyin Xitoyga qaratgan jasurona siyosati, bosh siyosatlarining turtkisida shuning ta'sirida hozir Yevropa Birligi uyg'onib Xitoyga qarshi o'zining maydonlarini ifodalayotdi. Yaqinda Yevropa Birligi bilan shu Xitoy o'rtasida bir iqtisodiy munosabatlarda ciddi sovushlar ko'rinyapti. Yaqinda shu Yevropa Birligi komissiyoni Yevropa Birligi liderlari 2 kunlik uchrashish uchun Beyjingga bordi. Aslida bu uchrashishni Brükselda aprelda aldımız ötüp ketken aprelda Brükselda ötküzmekçi bo'lganda Xi Jinping bununla kelmegen yo'g'onchilik qilib mundaq qildi. Men en cho'ng degandek mundaq o'zini Yevropa Birligini masitmagandek qilib. Shuning bilan bu uchrashish Beyjingda o'rinlashtirib Yevropa Birligi liderlarining hammasi shugildirlab Beyjingga berib Xi Jinpingning oldiga berib shuna uchrashgan. Ama bu uchrashish soğuk davamlaşkan çünkü Yevropa Birligi keskin aldı Xi Jinping'nin yüzüne aldı da bazı ahvallarını degan. Şunun için bu bir günlük davamlaşkan, bir gün davamlaşıp Yevropa Birligi'nin başlıkları qaytib ketken. Yevropa Birligi'nin başlığı Antonio Costa ve Yevropa Komisyonu başlığı Ursula von der Leyen bu zirvede bu uchrashishda Xi Jinping'le görüşken. Bu görüşme nayt soğuk ötken. Ular o'zaro bir-birisi bilan kulimsirishib tursa-mu, lekin bu o'rtadagi tamponsizlik, adolatsizlik, yo'lsizlik mavjud bo'lganligi uchun ammo nayt so'q davomlashgan va oxirlashgan. Ama bu Xitoyga bo'lgan bir tayoq, bir ig'ir bir ko'rish bo'ldi. Chunki Amerika so tamponsizligi bor o'rtamizda degan gap o'tirib qo'ygan narsalarni ikkinchi bo'lib yana Yevropa Birligi shu masalani o'tirib qo'yayotdi. Ya'ni Amerikadan qolsa ikkinchi bo'lib Xitoy tarafga savdo urushi e'lon qilgan talaffuzda so'z qildi bu qitimli ko'rishda. Markaziy tema asosan tijorat tamponligini tuzib chiqish, undan keyin Ukraina masalasi bo'lgan. Yevropa taraf Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarining bir o'zgarish hosil qilgan bosqichga yetib kelganligini, savdo tijoratlarni yangidan tamponlashtirishning shart ekanligini, savdo tijoratni davomlashtirish uchun shu har ikki taraf qo'sh taraflik shu manfaatga tayinish kerakligini o'tirib qo'ygan. Yevropa taraf yana Xitoy tarafga keskin qilib mavjud tijoratda bir tamponlik kamligini, ya'ni bir tamponlik kamtikligining borligini, bu yangidan tamponlashtirish texnik kuchli bir tijoriy o'rtoqlik uchun intayin muhim. O'ttirimizda yapılaq til bilan aytgan vaqtimizda o'ttirimizda belki hang yo'g'onab ketdi. Tamponsiz tijorat bo'lmadi, tamponsiz tijorat bo'lyapti, odillik, mandaq adolat va o'rtaq mandaq manfaat elishdan eg'izlashqanim bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Buni bir o'ngishimiz kerak. Bularning hammasi kuchli bir tijoriy o'rtoq bo'lish uchun, tijoriy sherik bo'lish uchun muhim degan gaplarni Xi Jinpingning oldidan o'tirib qo'ydi. Balkim bu Xi Jinping uchun beshig'i bo'lib bir bulqur bilan urgandek yoki bir so'q
құйып әткендек бір челек суық су құйып әткендек бір іш болғанды бәлкім. Бұндақ болсын Қытай әрекіз қалмайды, чүнки Америка якынларында Америка белән мушындак бер диалоглар булып, Хытайның икътисады нургын акыгы чекинеп кетти. Тинч океанда катар кетип аткан Хытайның кемелери bir kunning ichida to'xtab qoldi yoki orqa qarab chekindi. Endi Yevropa Birligi deyotgan ama shu savdo tijoratdagi mishilqi bo'shliq hang tamponsizlik degan vaqtida nimani ko'zda tutadi degan vaqtimizda Yevropaning Xitoyga qilgan eksporti 250 milliard. Yevropaning Xitoyga qilgan eksporti 250 milliard dollar bo'lib. Ama Yevropaning Xitoydan olgan importi, Xitoydan olganlari, mundaq aytganda Yevropaning Xitoyga sotadiganlari 250 milliard dollar bo'lib, Yevropaning Xitoydan oldigani 600 milliard dollar atrofida. Yani o'ttirda shu 350 milliard dollarlik bir ticari yo'chiq yoki bo'shliq yoki bir hang mushundaq davomlashib kelgan. Uzun yillardan buyon mushundaq davomlashib kelgan. Buni voy mundaqdi, bu nemishki mundaq bo'ldi deydigan bir jasorati bo'lmagan Yevropa Birligining. Donald Trump efendimning jasorat bilan shundaq Xitoyga qarshi qattiq savdo urushi qo'zg'ishi natijasida Yevropa Birligi hozir uyg'onib Amerika bilan o'xshash maydonda turib Xitoyga yoqasiga isildigan bundaq haqsiz binormal tijorat bo'lmasa kerak deydigan yerga kelgan. Endi yana deb kelsak, yana shu savdo yo'chiqning paydo bo'lishi degan gap saxtipazlik qilyotdi tijoratda degan gap. Xitoy uzun zamonlardan buyon shu Yevropa Birligi bilan bo'lgan tijoratda saxtipazlik qilib kelayotgan. Endi undan boshqa Xitoy savdo jihatda davlat yordam qilish orqali mol bahosini tushirib bozorni qalayimqon qilib kelgan. Hukumat bozorni kontrol qilib olgan ahvolni shakllantirib, bozorga yordam puli taqtish orqali molning bahosini tushirib, bozorni kontrol qilib olgan ahvolni shakllantirib kelgan. Xitoy yiliga milliard dollarlik mol bahosiga yordam va bojni tushirish yo'llari bilan shu savdo tijorat yo'llarini bozorlarni qalayimqonlashtirib kelgan. Shuning uchun bundaq ahvol sun'iy holda Xitoyninki ishlab chiqargan mollarni shu elektrlik mashinalarni Xitoyninki bahosini tuvan qilayotgan. Masalan, Xitoyninki shu azam bahodagi to'qliq mashinalari Yevropaga da hozir yomrab ketgan bo'lib, Yevropaga to'shib ketgan bo'lib, Yevropa o'z ishlab chiqargan mashinalari, Yevropaning o'z ishlab chiqargan to'qliq mashinalari bu raqobatda yetishmay qolgan. Chunki u qimmatda Yevropaning ishlab chiqargan to'qliq mashinalari qimmat. O'zining tanlarqi bo'yicha bo'lgan vaqtida. Ammo Xitoy taraf buni to'qliq mashinalarni ishlab chiqarganiga uni bahoni buzish, kontrol qilish xarakterdagi yordam berish mablag'larini ajratgandan keyin Xitoyninki to'qliq mashinalari albatta azam bu raqobatda Yevropadagi shu to'qliq mashinalar raqobatlashamaydigan ahvolga kelib qolgan. Endi bu uchrashishda Yevropa Birligi bag'din gap qilsa, Uyg'ur qirg'inchiligininki bosh qo'mondoni planlovchisi Shi Jinping Yevropa Birligi taqdin gap qilsa, bag'din javob berib shundaq gaplarni qilgan.
Əslidəki söz qilish uslubi bo'yicha kona klassik Xitoyning Uyg'urlarga pek tanishliq bo'lgan klassik diplomatik söz qilish usuli bo'yicha Xi Jinping shundoq degan bu hali tog'dinga qisbaqdan javob bergandek bir xil holat anglab baqsanglar bo'ldim. Xi Jinping shundoq degan. Asrlar bo'yicha hech ko'rilib baxmagan tezlikda o'zgarayotgan bir dunyoda Xitoy va Yevropa birligi liderlari yangidan liderlik qilishi, dunyoga yangidan liderlik qilishi, xalqlarning orzulariga javob beradigan va tarixning imtihonidan o'talaydigan to'g'ri strategik qarorlarni olishi kerak degandek tem bilan hech qanday bir munosabat bo'lmagan, işte inqilobiy gaplarni qilib qarab o'tirgan o Yevropa birligi kutgan o masalalarni uzoqligini bildirgan. Ham Yevropa birligi yana Ukraina masalasida shu Rossiyaga bir gap qilib Rossiyaningki to'xtashiga, urush qilishni to'xtatishiga azroq bo'lsa bir yordamchi bo'lamdikin degan umidladim bo'lgankan, lekin bu ishlarning hech qaysisi amalga oshmay islam qaytishga majbur bo'lib qolgan. Faqatlam bu qitimliq Parij iqlim o'zgarish haqidagi kelishimlarga qo'l qo'yib kelgan. Endi yuqorida men deb o'tib ketgandek Xitoy dunyoda hech kimni mansitmaydigan bo'lganligi uchun Yevropa birligini mansitmagan, ham hech qanday bir hurmatining borligini bildirmagan bu qitimqi ko'rishishda. Xitoydan Yevropa birligi yana Rossiyani tizginlash haqidagi takliflarni sungan Xi Jinpingga, ammo bularning hech qaysi sovuq qarshilangan, o'sha qurqidek shu tog'dinga qisbog'dan javob bergan ma'noda. Yana bir misol bu jihatda 2020 yil Yevropaniki Xitoyda turishliq bosh elchilari Xitoy davlat medialarida Wuhan virusining Xitoyda o'tirib chiqqanligiga oid bir maqola yozgan. Xitoy taraf bu maqolaga cheklim qo'ygan, ammo Yevropa tarafmi Xitoyga yaxshiroq bo'lish uchun Xitoyga xushomad qilish yüzsüdün öz kişilerininki müş yazmalarına mı çeklim koygandı. Avrupa Birliği mi hazırlıcı bu arlıqta şu bu da qitim qo'yib Beijingda uchrashish bo'lishdan bo'g'ichi bu arlıqta Xitoyga mana yuqorqidek pachins qilishdan Uyg'urcha shunday voy xo'sh xo'jam deydigan pozitsiyada bo'lib kelgan. Endi shu Yevropa birligininki bu qadimgi so'roq muomala uchrashishidan keyin Xitoyga Yevropa birligininki ikki tanlashi bo'lishi mumkin. Birinchisi Xitoy qarshi tadbir ilib Amerikaga o'xshash Xitoyga savdo urushi boshlashi kerak. Ikkinchisi yoki bo'lmasa o'zining g'ururini bir chetga qayirib qo'yib, yana Xitoyga sening ras deb shundoq butun Yevropani Xitoyning mollari bilan to'lib ketsin, to'qliq mashinalari to'lib ketsin. Ya'ni hech nima bo'lmagandek, haliqi to'g'ri yo'q degandek menish kerak bo'lgan bir ikki yo'l ochsada, ikki ochmoq yo'lda turib qoldi. Yevropa birligi ya uni ya buni tanlaydigan. Demak, bu qitim Yevropa birligininki Beijing zirvisi, Beijingda uchrashishi Yevropa birligi uchun qattiq bir silkinish, o'zini bir o'ngshash, uyg'unish, Xitoy haqida o'ylanish bir davrga kirishi mumkin deb qarayman. Endi Yevropa birligi bu bir hisobdan aytdi yaxshi oldi deb qarayman, chunki Amerika har qachon Yevropa birligiga qo'ygan yuqori boshlaridan hammasida men o'tgan programmalarimda deb o'tib ketgan, sen Xitoy bilan yiqilishib ketding, Xitoy sen adil muomala qilmasmi, yo'lsizlik
qılıbasımı, sen bir tillik közgə almabasımı, sen yan nemiş qılmışı Amerika, Xitay tarafta tursan, mening tarafimda tur, men bilan birga tur degan bir bisharatni beradi Donald Trump efendimninki. Yevropa Birliği qattiq qo'l bo'layotgan pozitsiyalari, bojni ig'irlashtirib etishlarning hamma oqisida shu o'shanda Xitoydan qo'lingni o'z, men bilan birga kel degan bir bishoratdan iboratdi. Yaqinda shu Yevropa liderlari Beijingga berib, Beijing zirvasida qatnashib kelgandan keyin Yevropa Birligining liderlari Donald Trump efendim Amerikada yana shu ilk bizga tanışlık bo'lgan Oval Office, yumaloq ofisda kutib oldi va qarshi oldi. Yuqoridab o'tib ketganimdek, Yevropa Birligi liderlaridan tashkillangan bir guruh Amerikaga berib, Amerika prezidenti Donald Trump efendi bilan ko'rishdi va bular yana qizg'in holda yuqori shu bir ticaret kelishimiga imzo qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump efendim xo'shal holda bu tarixdagi eng yuksak, eng büyük kelishimi bo'ldi deb yuqori baho berdi. Donald Trump efendim yana muxbirlarni kutilishini aytib, shu nima ofisda, yumaloq ofisda sizlarga pek yaxshi xabarlarim bor. Bir kelishim imzoladik. Her iki taraf için yaxshi bir kelishim bo'ldi. Bu faqatlan bir ticaret kelishimi emas, balki bütün Yevropa bilan bo'lgan, Yevropa Amerika o'rtasidagi bütün sohalar bilan bo'lgan cho'ng bir kelishim bo'ldi deb o'ylayman, kelishimga yo'l ochadi deb o'ylayman degandek qizg'in gaplarni qildi. Yevropa Amerikaninki eng cho'ng tijorat sheriklarining birisi, Yevropa bilan bo'lgan, Yevropa Birligi bilan bo'lgan Amerikaninki tijorat hajmi 2 trillion dollar, 2 trillion dollarga yetadi. O'tgan Donald Trump bilan chiqqandan keyin Yevropa qo'ygan ig'ir bojlar 30% atrofidagi boj sababidan pek sovuqlashib qolgan, jiq nurg'ulg'an kishilar asirgan Donald Trump efendim Amerikaning cho'ng so'l sheriklarini ondan keyin shu do'stlardan ijroqlashib, yomonlashib qo'yotdi, dushmanlar ko'payib bordi deb bu qitim yana o'zining atrofiga tatdi. Endi bu kelishimlarda eng diqqat chekadigan nuqtalar shulardan iborat bo'lib, endi tamoyna bejini 15%ga 15%lik muqim bir ahvolga holatga tushadi. Her iki taraf uchun shunday bo'lgan bo'ldi. Bo'pti. Bu bir hozircha boshlang'ich. Endi Amerika, Yevropa Birligi Amerikaga nimalarni berdi degan vaqtimizda, Yevropa Birligi Amerikadan 750 milliard dollarlik dollar qiymatidagi energiya mahsulotlarini, masalan, neft va tabiiy gaz qatorliqlarni setib olgan bo'lgan, setishni kelishgan, setib olganligini bildirgan. Ondan başqa Amerikaning iqtisodiga 600 milyard dollarlik yangi mablag' solganligini bildirgan. Yaxshi gaplar bu. Amerikaga 600 milyard atrofida yatırım mablag' solganligini bildirgan. Shu 6-oyda Donald Trump efendim Arabiston qilgan ziyoratida, Arab Birleşmiş Xalqlariga qilgan ziyorati jarayonida Arabistondagi nurg'un davlatlar Amerikaga mablag' solganligini bildirgan. Undan keyin shu mana Yevropa Birligi nurg'un mablag' solganligini bildiryapti. Bular hammasi Xitoyni yetim qoldiryapti. Bu Xitoyning g'o'laydiganligining tezlashayotganligi bizga nisbatan yaxshi umid bor xabarlar. Undan boshqa
Yevropa Birligi Amerikadan shu harbiy uskunlar va davlat mudofaasiga oid texnikalarni setib olgan bo'lgan. Endi Amerika Yevropa Birligiga nimalarni berdi degan vaqtimizda Amerika Yevropa Birligiga Yevropa Birligidagi ülkelerge 15%lik muqim tamizli beji bilan Amerika bilan tijorat qiladigan bir imkoniyat berdi. Ya'ni shu Yevropa Birligidagi davlatlar bilan bo'lgan aslida ustal ustida bo'lgan 30%lik 30% bosh qo'yadigan qo'rqinchli Yevropa Birligi uchun foydasiz bo'lgan bir tamizli bejini amaldan qoldiryapti. Agar bu 15%lik kelishim shu 1-avgust kunigacha imzolanmagan bo'lsa, Yevropa Birligining mahsulotlari Amerikaga kirgan vaqtida 30% boj ilinadi. Endi bu Amerika bilan Yevropa o'rtasidagi buna rahatlanish bo'lib hisoblanadi. Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi bir rahatlanish, Yevropa Birligini yeniqtatganligi, Kanadani yeniqtatganligi, Arab davlatlarini yeniqtatganligi Amerikaning bu kelajakda yana texnik ilgarilagan holda O'rta Osiyodagi davlatlarni yeniqtatishi mumkin. Bularning hammasi pozitiv, ijobiy xabarlar Xitoy qarshi birlashayotganligining belgisi. Hürmetlik Xitoy olaydiganga az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Shuning bilan programmamning Xitoy olaydiganga az qoldi nomli programmamning 24-qismi bugun bu yerda oxirlashtirdim. Oxirlashtirmoqchiman. Men shu 2 haftalik bu programmamdan keyin men 2 haftalik shu ta'tilga chiqmoqchi, sayohatga. 2 haftalik sayohatdan qaytib kelgandan keyin yana bir haftasida 25-qism programmamni ishlashni planlayapman. Baş oxir bo'lib 3 haftadan keyin yangi programma chiqaraman. Shu 3 haftadan keyin ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.